O'rtoqlar, hozir Kia Adaymasterga kelsam, obunachilarimiz uchun juda zo'r yangilik tayyorlab qo'yishdik dedi. Buni eshitib shokda qoldim. Mana bu qo'limda ko'rib turgan kalitlaringiz bu Kia Sonet mashinasining kaliti. O'rtoqlar, bu Kia'ning eng hamyonbop mashinalaridan biri hisoblanadi. Endilikda bu mashinani siz boshlang'ich bor yo'g'i 5% bilan kredit qilib olib chiqishingiz mumkin. Eng qizig'i aytaman o'rtoqlar, Kia Sonet mashinasi o'zimizni trekkerlardan o'ligi yaxshidir menimcha. Demakki, komforti juda ham zo'r. Multi rul, cruise control, abduv sideni, eng qizig'i buni qaranglar. Boss, akustika. O'rtoqlar, 250 millionga yana qanaqa mashina xohlayapsizlar? Xullas, mana shu mashinani boshlang'ich 5% to'lov qilib kredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Yo'q, men kreditga mashina olmayman desangiz agar, hoji aka, siz uchun boshqa variantimiz ham bor. Mashinani yarim pulini to'lab, yarmini 2 yilga bo'lib 0% dan to'lashingiz mumkin. Bunaqa qulaylik qayerda bor deysizmi? Kia'da